Anqarada yashovchi madaniy va ijtimoiy faollar tomonidan tashkil etilgan tadbirda O'zbek tili milliy kuni katta shukuh bilan nishonlandi. Tadbirda nutq so'zlaganlar o'zbek tilining o'tgan tarixi va bugungi kundagi holatlari haqida batafsil to'xtalib, uni saqlash va rivojlantirishning ahamiyatini ta'kidladilar. Ular o'zbek tilining katta turk tillari oilasining muhim bir shu'basi sifatida tanishtirib, tilni yo'qotish xavfi xalqning madaniy merosiga jiddiy zararlar yetkazishini bildirdilar. Afg'onistonlik o'zbek xalqi, turk xalqi uchun juda muhim bir milliy bir kimlik bo'lib qoldi biz uchun. Buni har yerda, har joyda nishonlashimiz va faxrlanishimiz kerak. Dunyoning turli mamlakatlarida, poytaxtlarida, shaharlarida nishonlarda, biroq biz Anqaradagi Afg'oniston turklari olarak bugun nishonlamoqchi bo'ldik va o'z kulturimizni, madaniyatimizni o'rga aks ettirmoqchi bo'ldik. Shuningdek, ular davlat idoralari va bilim yurtlarida o'zbek tilining chiqarilishini keskin qoralab, bunday siyosatning Afg'oniston turklarini madaniy va ijtimoiy hayotdan chetlatib bo'lmasligini ta'kidladilar. Ularning fikricha, tilni yo'q qilish orqali xalqning tarixiy va madaniy huquqlarini yo'q qilish mumkin emas. Toliblar kelgandan beri o'zbek tilining rasmiyati huquqlari qonuni asosisi yo'q, zotan ularni oldiga. Ammo bu shu ma'noga emas, o'zbek tili rasmiy bo'lmasa, o'zbek tili Afg'onistonga borligini yo tilini rasmiyatlashtirgani tarixiga qaraguncha bugun bilasiz, dunyoga 300 milliondan ko'p turk, o'zbeki, turkiy, turkmani farqli turk tillariga suhbat qiladilar. Bir lavhani tushirgan bilan bular qila olmaydi-ki, bu tilni izzatini, tarixini, bu tilni o'sha buyukligini va azamatini kichik qilsalar. Bugun 7 davlat 72 guzashtaga qarasangiz davlatga ega bor 16 imperatorlik, bunday azim bir tarix, 2-3 ming yillik tarixga ega bo'lgan bir millatni farhangini, tilini bir lavhani o'rga tushirmoq bilan bu mumkinmi buni yo'q qilish? Ko'rdingizki, qancha aksilamalni mavoji bo'ldilar sosyal mediaga, rasonahoy ijtimoiy hamma yigitlar, akademisyenlar shu tilga takallum qilaykan, hatto bu tilga takallum qilmaykan, voqean aqlli va mantiqli pashtunlar, tojiklar, hazoralar har qavmdan bu o'zbek tili va turkman tilini to'g'risiga bo'lgan tavhin va haqoratga aksir amal ko'rsatdilar va bu qilgan ishlari toliblarni, davlatini qaviy qilmaydi, ularga bir foyda yetishtirmaydi, baraks ularni ta'zif qiladi. Shu millatlar hammasi bularning muqobiliga uqda olib va hamisha bir iragiga bir dushmanlik ijod bo'ladi. Özbek kardeşlerimizle bir ikiz kardeşliğimiz, bir ruh kardeşliğimiz, bir Türk kardeşliğimiz varsa, Afganistan'da yaşayan Türkmenlerle, Afganistan'da yaşayan Hazara kardeşlerimizle, Peştunlarla, Taciklerle, diğer pek çok toplulukla da biz Türk milleti olarak, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak bir gönül ve kültür bağı yaşıyoruz. Tadbir davomida o'zbek tilidagi kitoblar, milliy taomlar, an'anaviy kiyimlar namoyish etilib, ishtirokchilar til va madaniyatning rang-barangligini yaqindan ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Shu bilan birga yosh avlodning ona tili va madaniyatiga mehr qo'yishiga undovchi turli madaniy faoliyatlar ham tashkil etildi. Tadbirni tashkil etgan faollar kelajakda ham o'zbek tilini va turk madaniyatini rivojlantirish uchun shunday ijtimoiy va madaniy loyihalarni davom ettirishga va'da berdilar.